Fayzulla Xo'jayev O'zbekiston tarixidagi eng jasur, eng zamonaviy va eng fojiali taqdir egalaridan biri. U 1896-yil 1-noyabrda Buxoroda boy savdogar oilasida tug'ilgan. Yevropacha ta'lim olgan, rus va fors tillarini mukammal bilgan. Yoshligidan islohot g'oyalariga oshno bo'lgan. 1910-yillarda Jadidlar harakatining faol a'zosi sifatida Buxoro amirligiga qarshi kurash boshlagan. 1920-yilda Buxoro inqilobining markazida paydo bo'ldi. Amirlik qulagach 24 yoshli Xo'jayev yangi Buxoro Xalq Sovet Respublikasi rahbari etib tayinlandi. Bu sharq dunyosida birinchi marta yosh siyosatchining davlat tepasiga chiqish voqeasi edi. U maktablar ochdi, islohotlar boshladi, iqtisodiy tizimni zamonaviylashtirishga urindi. 1924-yilda milliy chegaralanishdan so'ng Xo'jayev O'zbekiston SSR Xalq komissarlari soveti raisi, ya'ni mamlakatning birinchi bosh vaziri lavozimiga ko'tarildi. U o'z siyosatini Moskvadan mustaqil yuritishga harakat qildi. Mahalliy kadrlarni ilgari surdi, iqtisodiy suverenitetni yoqladi. Ammo bu qat'iyat unga qimmatga tushdi. Stalin davrida mustaqil fikr kechirilmas edi. 1937-yilda Fayzulla Xo'jayev xalq dushmani deb e'lon qilindi. Qamoqqa olindi va o'sha yil otib tashlandi. Uning nomi, surati va merosi qariyb 30 yil davomida taqiqlangan ro'yxatda saqlangan. U hech qachon o'z xalqidan yuz o'girmadi. Uning ovozi o'chdi, ammo g'oyasi o'lmadi. Bugun ham Fayzulla Xo'jayev mustaqillikning dastlabki orzusi, tarix sahnasidan erta ketgan, ammo ruhiy jihatdan hanuz tirik siyosiy timsol sifatida eslanadi.